Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, ekskavator ishqibozlari, pogrushik ishqibozlari, sizlarga yaxshigina bir taklif bor. Taklif qanday? Hozir lizingga avval 3 yilga edi, уже 5 yilga ham beramiz. Ekskavatorlarimiz nalichida 95 talik bilan 85 talik ekskavatorlar bor. 8 ta g'ildirakli apparat motor, kattasi 0.40 kubalik kovushi, kichigi 0.30 kubalik. Hammasi apparat motor bizda ekskavatorlarimiz. Pogrushiklar ham bor. 1.4, 1.5 pogrushiklarimiz. Ekskavatorlarda nech pul bilan boshlang'ich to'lov qilib olib ketsam bo'ladi desangiz, boshiga 0.3 kubaligini 200 million bilan olib ketasiz. 0.4 kubaligini 230 millionlarga tushadi bosh to'lovi. 1-2 so'm yetmasa ham hal qilib yuboramiz. Telefon qilsangiz bo'ldi. Telefon nomerlarimiz 93lik 320 0550. Keyin bank orqali ham bo'ladi, lizing orqali ham bo'ladi. Qaysini xohlasangiz 3 yildan 5 yilgacha. 1 yilga rassrochka qilib olishim kerak, oshiqcha to'lagim kelmayapti desangiz, 1 yilga rassrochka ham bo'ladi. Tan narxiga 7% qo'shiladi. Misol tan narxi 20 ming bo'lsa, misol 40 ming bo'lsa, 20 ming to'lasangiz, o'sha 20 ming общий 40 mingga 7% qo'shiladi umumiy narxiga. 1 yilda bo'lib berasiz, qolganini yarmini boshidan to'laysiz. Keyin lizingga oylik to'lov qanday tushadi desangiz, yiliga qarab, misol 3 yilga olsangiz 14 milliondan tushsa, 5 yilga olsangiz 9-8 million, 10 milliondan tushishi mumkin. Shu telefon qiling, qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, shu aytib o'tgan raqamga telefon qilasizda, любой payti texnikani videolarini tashlab beraman. Texnikani olib ketish qancha muddat ketadi desangiz, 4-5 soatda bir kunda olib ketasiz. Ertalab kelsangiz, kelgan kuningiz olib ketasiz. Keyin o'zimning nomimga chiqsin, firmamga ball kerak desangiz, lizing orqali ham o'zingiz nomingizga chiqarsak bo'ladi, bank orqali ham o'zingiz nomingizga chiqarsak bo'ladi. Shu hamma texnikalarimiz nalichida bor. Yana nima? Strelasi 7 metrlik texnika. Vazni 7 tonna, 7,5 tonna, har xil endi kattasi 7,5 tonna chiqadi. Shu motor, apparat motor 50 kilovat, 55 kilovat. Adashib nima qilmanglar, buni motori slabilari ham bo'ladi, bu ekskavatorlarda 36 kilovatliklari ham bo'ladi. Bizdagisi motori katta, buni ancha 50 kilovat, 55 kilovat. Nimasi bilan farqlanadi desangiz, mana shu narsasi bilan, gidronasoslari bilan farqlanadi. Iloji boricha baquvvatrog'ini olib o'rish kerak, 1-2 so'mga qaramasdan. Shu charchamaysizlar, sog' bo'lasizlar.